Ashabul Uhdud vaqasida Allohga ishongan kishilar Allohga ishonganligi uchun o'rak qo'linib, o't qolinib, o'tga tashlab shahid qilindi. Qani Alloh taolo men mu'minlarga yordam beraman, ma hayoti dunyoda degan edi-ku. G'alba ata qilaman degan edi-ku. Kafirlar, zalimlar sizlarni dininglardan chiqaruvchi davomli qiyomatgacha sizlarga urush qiladi dedi. Ya'ni mushu urushda titrab, keyniga chekinmay, dinimizdan yanmay mustahkam tursak, shu yo'lda shahid bo'lib ketsakmi, u g'alaba. Bizim vatanimizda nurg'unlagan zulm qilish harakatlar bo'ldi. Ular shahid qilindimi yoki shu vatanni qul qildimi? Shahid qilindi. Ular mag'lub bo'ldimi? Mag'lub bo'lmadi, g'alaba qildi. Ya'ni haq huquq uchun kurash qildi, keyniga chekinmadi. Kur'an-ı Kerim'de manda bir ayet var. İnna lanansuru rusulana vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad. Biz özümüzün peygamberlerine ve Allah'a ve özümüzün peygamberlerine işengen kişilerge ma hayatı dünyada ve kıyamet günüsü yardım birimiz dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şundakla biz bugün üyenmekçi olan Allah'ın ismi bolsa El-Fettah müminlerge ve özünün peygamberlerine yardım bergücü Allah degan gap. Lekin tarix qarab baqadigan bo'lsak, Nuh alayhissalom 950 yil da'vat qilgan bo'lsa-mu, xalqi musulmon bo'lmadi. Oxirida Allohga duo qilib edi. Alloh taolo Nuh alayhissalomni qutuldirib saqlab qilib, boshqalarni halok qildi. Lekin Nuh alayhissalom g'alba qilib, u da'vatida butun hukmronlikni qo'lga olmadi. Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalomga o'xshash. Zakariya alayhissalom qarab baqadigan bo'lsak, Zakariya alayhissalom Allohning da'vatini elib keldi. Allohning payg'ambari. Lekin Bani Isroillar ularni, ya'ni o payg'ambarni tirik hadab o'ltiribdi. Shunda nurg'unlagan payg'ambarlarni kishilar ishonmay, hatto qarishtirib o'ltiribdi. İbrahim alayhissalom Allah bir, Allah'tan başka hiçbir ilah yok deganligi uchun o'tga tashlandi. Allohning payg'ambari go, Alloh taolo Qur'on Karimda degan, inna lanansuru rusulana. Biz payg'ambarlarimizga yordam beramiz degan. Lekin İbrahim alayhissalom o'tga tashlandi. Ashabul Uhdud vaqasida Allohga ishongan kishilar Allohga ishonganligi uchun o'rak qo'linib, o't qolinib, o'tga tashlab shahid qilindi. Qani Alloh taolo men mu'minlarga yordam beraman, ma hayoti dunyoda degan edi-ku. G'alba ata qilaman degan edi-ku. Ashabul Uhdud o'tda ko'ydirildi-ku, qalbini ko'midi-ku. Qur'on Karimda biz mu'minlarga g'alba qilimiz dedi. Ammo tarix qarab qolgan bo'lsak, nurg'un payg'ambarlar shahid bo'lib o'lib ketdi. Yurtidan qo'g'lab chiqarildi. Ya'ni g'albini biz o'ylaganda qo'lga keltirilmadi. Xo'sh, unda bo'lsa, masala nada? Biz g'albini tushunmayotgandik yoki Qur'on Karimninki g'albisi qanda? Ma qo'limizda xato metr tutib olib, bir yana o'lchsak, to'g'ri natijaga erishmaymiz. Biz Qur'ondagi bu g'albi o'qimini tushunish uchun g'albi degan nima? Qanda bo'lsa g'alb bo'ldi, buni tushunishimiz kerak. Shunga buni tushungan vaqtimizda nurg'unlagan savollarga javob bera olamiz. Oldindan shuni tushunishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda ma dunyoninki, iman ahlining, payg'ambarlarning, tavhid ahlininki va zolimlarning xarakterini tushuntirib qo'ydi Qur'on Karimda. Alloh taolo va la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u deydi. Kafirlar, zolimlar sizlar bilan sizlarni dindan chiqaruvchilik, sizlar musulmonlikdan voz kechguchilik davomli sizlar bilan urushudi, tirikishidi, har xil vositalarni qo'llanadi deydi. Qarab qarab bo'lsak, dal shunday qilyapti. Bizning vatanimizda Xitoylar butun Xitoy yo'lab ketgan vaqtda antoqtaqliq bo'lmasa, agar zamin da'vosi qilsak, iymon da'vosi qilsak, tavhid da'vosi qilsak, ular bizni har xil shaklda qiynayotdi, sulayotdi. Buni Qur'on Karim deb qo'ydi. Tarix qarab qarsak, bu kurash davom qiladi. Ya'ni zolim bilan haqiqat egilini o'tirishib kurash cho'qim bo'ladi deydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Davom cho'qim bo'ladi. Va may yartadid minkum an dinihi. Kimki dinini yenib ketsa, u zolimlarga qarshi turolmay, keyniga yenib ketsa, fayamut va huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. U kofir holat o'lib ketadi, ana shularning amali bekor chiqiladi deydi. Ya'ni Odam alayhissalomdan keyin va bugungi kunimiz qarab qoladigan bo'lsak, bir kurash bor. Musulmonlar bilan kofirlar, zolimlar orasida. O zolimlar bizni dindan chiqarish uchun, iymonimizni voz kechirish uchun, bizning huquqlarimizni, zaminlarimizni ta'tilish uchun chuqur urush qiladi. Ammo bu kurashda mag'lubiyatning faqat bir xillam yo'li bor. Undan boshqasining hammasi g'alba. Ya'ni g'alba faqat bir xil ko'rinishlar emas. Biz g'alba desa, faqat shu dushmanni yengib, butun qisosimizni olsak, ondan keyin g'alba, bo'lmasa uni boshqasi hech qaysi g'alba emas desak, biz g'alba o'qimini to'g'ri tushunmagan bo'lamiz. Agar u g'alba bo'lmasa, biz o'zimizning qahramonlarni nima uchun tabriklaymiz? Demak, bizningki g'albini tushunishda kamtikligimiz bor. Esimizda bo'lsin, g'albining bir qancha xil ko'rinishi bor. Birinchi xil ko'rinishi bo'lsa, biz tushungandek, ya'ni zolimlarni yo'qotib, musulmonlar o'zining huquqini qo'lga elib, o'zining islomiy davlatini, islomiy jamiyatini barpo qilish, mana bu
g'albining birinchi shakli. Ondan boshqa g'albininki ikkinchi bir shakli bor. Biz bilmaydigan. Alloh taolo Qur'on Karimda qo'ydi-ku: "Va la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Kafirlar, zalimlar sizlarni dininglardan chiqarg'uchi davomli qiyomatgacha sizlarga urush qiladi dedi. Ya'ni mushu urushda putirab keyniga chekinmay dinimizdan yanmay mustahkam tursak, shu yo'lda shahid bo'lib ketsakmi, u g'alaba. Duqya mag'lubiyatninki birlam yo'li bor. O'si dindan chiqib ketish. Onun boshqa kunishning hammasi g'alaba. Mashitada bir ayol o'tgan tarixda Fir'avnning qasrida Fir'avnning qizining chechini tarab qo'yatdi. Iymonda mustahkam turganlik uchun uni Fir'avn qiynidi, udi eng oxirida qayintilgan mayga tashlab shahid qilyapti. O ayol g'alba qildimi, mag'lub bo'ldimi? G'alba qildi. Chunki iymonidan yanmadi. Bizning vatanimizda nurg'unlagan zulm qarshi harakatlar bo'ldi. Ular shahid qilindimi yoki shu vatanni qul qildimi? Shahid qilindi. Ular mag'lub bo'ldimi? Mag'lub bo'lmadi, g'alba qildi. Ya'ni haq huquq uchun kurash qildi, keyniga chekinmadi. Agar biz bir shahid bo'lishni, u g'alba emas, g'alba degan chuqum dushmanni yengib, u haq huquqini, vatanni qulga olsa, ondan keyin g'alba bo'ldi deb qarab qolsak, unda bo'lsa Mus'ab g'alba qilmadimi? Hamza ibn Muttalib g'alba qilmadimi? Ashabul Uxdud g'alba qilmadimi? Zakariya alayhissalom g'alba qilmadimi? Hargiz unda emas. G'alba faqat u zolimni yengib, uning ustidan hukmronlik qilishlam emas. U zolimning ustidan hukmronlik qilib shu davlatni qulga elish umumiy bir g'albaning shakli. Xuddi Davud alayhissalomga o'xshash, Sulaymon alayhissalomga o'xshash, ammo shu zolimga qarshi kurash qilib, shahid bo'lish, jon berish, melni berish, vaqtini berish hammasi o g'alba. G'albaning bir xil shakli yo'q. Shuning uchun biz Hamza ibn Muttalibni bir g'alba qiluvchi deymiz. Shundaqla bizning vatanimizda ana shu zolim Xitoylar qarshi kurash qilib shahid bo'lganlarmi, u bir g'alba. Chunki dindan yanmadi. Bugun kunimizda shunga bizga o'xshash. Agar biz Xitoy kuchgan, biz endi o'zimizning ishni qilsak o'tgan, turkulab ketib, yoki boshqa bir millatga olishib ketib, endi shu hayot yashasak o'tgan deb taslim bo'lib ketsak, mag'lubiyat. Taslimiyat bo'lmay zulm qarshi kurashlam bo'ladi ekan, shu yo'lda shahid bo'lsin yoki dushman ustidan g'olib kelsin, hammasi g'alba qilindi. Şuna g'alba hukumini to'liq tushunishimiz kerak. Masalan, sahobalarning ichida mundaq bir sahoba bo'lgan. Bir ma'lum bir qabila payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga qarshi kelib, "Ey Rasululloh, bizga qorilni basla, bizga bir Qur'on yutib qo'ysin, bizning qabilamiz ichida Qur'on yutadigan odam yo'q." degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularga bir qancha qorni qo'shib qo'ygan. Ammo bular oldigan, aldab opirib, ularning hammasini shahid qilib o'tgan. Eng oxirida meni shahid qilib keyingi qilishni sanjigan vaqtda uning degan "Fuztu va robbul Ka'ba." Men g'alba qildim degan. G'alba qilib akapir o'ltirganmi? Yo'q, o'ltirilgan, shahid qilingan. Shunda turibdim degan "Fuztu va robbul Ka'ba." G'alba qildim. Demak, g'alba hukumini to'g'ri tushunishimiz kerak. Zakariya alayhissalom o'ltirildi, shahid qilindi, g'alba qildi. Chunki dinda mustahkam turdi. Shunga g'albininki bir qancha xil shakli bor. Birinchisi, boya degandek xuddi Davud alayhissalomga o'xshash, Sulaymon alayhissalomga o'xshash, huquqini butunlay qo'lga elib, zolimlar ustida hukmron bo'lish. Bu bir g'albining shakli. Ikkinchi bir g'albining shakli shu yo'lda jinni qurbon berib shahid maqomiga yetish. U bir g'albining shakli. Ondan boshqa, masalan, Alloh taolo musulmonlarni saqlab qolib, zolimlarni halok qilgan bir shakli bor. Xuddi Musa alayhissalomga o'xshash. Musa alayhissalom Fir'avnni yengib, ondan keyin g'alba qildimi? Yo'q, qechib, ya'ni hijrat qilib qutuldi. 11 g'alba. Demak, mana bu shundoq g'albininki shakllari bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda degani: "Inna lanansuru rusulana vallazina amanu." Biz payg'ambarlarimizga, Alloh qishagan kishilarga ma hayoti dunyoda va qiyomat kuni yordam beramiz degani haq. Masala bizning g'albini tushunmasligimizda, g'albini faqat dushmanni o'ltirib uning ustidan g'olib kelish deb bilan tushunib qolganligimizda. Shuning uchun biz Alloh taolo yordam beramiz degan, g'alba taqilamiz degan, ajab musulmonlar g'alba qilamidi-ku deb tushunib qolsa qolmaydi. Dedim-ku, bizning mag'lubiyat yo'limiz faqat bir. U bo'lsa-mu davoyimizning voz kechish, iymonimizdan voz kechish. Undan bo'lmaydi ekan, biz davoyimiz mustahkamlanib turadi ekanmiz, bizda mag'lubiyat deydigan narsa yo'q. Meli o'lili, meli shahid bo'ldi musulmonlar, meli g'alba qildi, hammasi g'alba. Shuning uchun biz g'albani bildirish uchun qaysi sharatni qilamiz? Bunday sharatni qilamiz shundaq-ku. Nim deganga bilamizlar bu? Ma nim belga? Ikki degan gap. Rahmat, jafot atdinglar. Ikki degan gap. Odatda ma g'albini bildirdi-ku mavsala. G'albini bildirdi-ku. Tuqqazini emas, g'alba qilamiz deganni bildirdi. Buning musulmonchisi qaranglar. Ya shahadat ya nasr degan gap. Musulmon uchun faqat ikki xil g'alba bor. Birisi zolimlar ustidan hokim bo'ladi, yana birisi shahid turadi. Har ikkilisi g'alba degan gap. Ma ishlarni bilgan tushunadingmi? Demak, musulmonning lug'atida dindan yanmasa, davosidan voz kechmasa, mag'lubiyat yo'q. Mag'lubiyatning yo'li Qur'on Karimda qo'ygandek: "Va may yartadid minkum an dinihi fayamutu huwa kafir." Kimki dindan yanib ketsa, shundaqla davosidan yanib ketsa, yo'ldan yanib ketsa, ana shularningki amali bekor chiqib keladi. Ana shular mag'lub bo'lg'uchilar deydi. Demak, biz g'albininki bu xil ma'noni tushungan vaqtimizda, andiki
keyin Alloh taolaning yuqorqi oyatdagi biz payg'ambarlarimizga Allohga ishongan kishilarga ma hayoti dunyoda yordam beramiz degan gapini tushunalaymiz. Shundaqla biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan Allohning Fattah ismini tushunalaymiz. Fattah degan nima? Men yordam berguchi degan gap. Mu'minlarga shu dunyoda va oxiratda yordam berguchi degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa Alloh taolo Fattahmikan? Agar biz mu'minlar bo'lmaskan, biz g'alaba qiluvchi. Allohning g'alabasi bizga. Ammo iymonimizni ilib kelsak, davoimizni ilib kelsak, biz mag'lubiyatchi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda va kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Mu'minlarga yordam berish bizning ustimizga haq deydi. Endi Fattahning birinchi ma'nosi mana shu. Yordam berguchi, g'alaba ato qiluvchi degan ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi bo'lsa ochquchi, ya'ni qalblarni hidoyatga ochquchi. Esimizda bo'lsin. Hidoyat insonning tirishi, izdinishi va qo'shilgan Allohning qalbimizni echishi bilan bo'ladi. Bir odamning aqlliq bo'lishi, bilimlik bo'lishi bilan hidoyatga erishamaydi. Shu topda Microsoftda ishlayotgan nurg'un injenerlar va NASAda ishlayotgan nurg'un hindistonlik injenerlar va ana shunday yuqori fan texniklarga ishlab chiqib, bir kalaga ibodat qiladi. Kalaga ta'zim qiladi. Kala hidoyat boshqa bir narsa qarindoshlar. Shunga Hazrat Umarning davrida xuddi silga o'xshash yosh aqlli zirak bolalar bor ekan. Hazrat Umar mana bir gapni qilib berdi shu bolalarga. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelishdan ilgari xormilni tizibni but yasaytdik. Andan shu butga ibodat qildik, ta'zim qildik. Andan qo'sqimiz chiqib qolsa, shu but yasagan xormilni ap yeyotdik. degan gap dapirda bergandan keyin bir yosh chiqib, "Ey xalifa Umar, o vaqt sizning aqli yo'qmi?" deydi. Hazrat Umar nima deydi? Aqlimiz bor edi, lam nakun ma'anal hidoyat. Bizda hidoyat yo'q deydi. Shunga unda Allohning yo'qligini tushunmagan, bilinmagan odamni qarab aqli yo'q chaqib deb qolmanglar. Aqli bor, har yuqorida ishlaydi, har fan texnikada ishlaydi. Bu hidoyat kimdan? Alloh taolo tarafidan. Alloh xohlagan bandasiga beradi. Xohlamagan odamga bermaydi uni. Shunga Allohning har vaqt ey Alloh bizni hidoyat ustida mustahkam qilsa deb tilishimiz kerak. Har o'zimizga ishinib qolmasligimiz kerak. Allohning payg'ambaridek bir payg'ambarmi? Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'rib cho'rguchi, qalblarga hidoyat ishkini ochquchi, qalbimizni iymonda mustahkam qilg'in deb bu duoni tilishimiz kerak. Biz jon chikatmaguchilik har vaqt xavf ostida. Shundaqla bir kofirmi, bir fosiqmi joni chikatmaguchilik har vaqt uning iymoniga kirishi, Allohning uninga bir hidoyat ishkini etish ehtimoli bor. Hargiz o'zimizga ishinib ketmasligimiz kerak. Alloh taoladan tilishimiz kerak. Masalan, qarab qolgan bo'lsak, Ikrimi degan kim bilamsizlar? Rasululloh eng dushmanlik qilgan, o'sha ummatning fir'oni deb atalgan Abu Jahilning o'g'li. Ana shu musulmonlarga qarshi ilib bo'lgan eng cho'ng urushlarda qo'mondan bo'lib chiqqan kishi, sahoba. Ammo hayotining eng oxirida qanday bo'ldi? Musulmon bo'ldi. Kim biladi? Islomga o'ch, islomning azoq kamchiligini tepib olsa, shuni yaydigan kishilarning oxirida musulmon bo'lganligini kim biladi? Shunga jon ketmaydi ekan, biz o'zimizdan ansishimiz kerak, boshqalardan umid uzmasligimiz kerak. Abdullah ibn Sa'd Abi-Sah degan bir sahoba bo'lgan. Bu sahoba payg'ambarimizga payg'ambarlik kelgan vaqtda 10 yosh. Rasulullohga payg'ambarlik kelgandan keyin darhol musulmon bo'ldi bu sahoba. Rasulullohning qish turdi. Rasulullohga kelgan vahiyni yazadigan vahiy yozuvchining qatoriga kirdi. 13 yil Madinada Rasululloh bilan birga turdi. 23 yoshga kirgan vaqtda Rasululloh bilan birga Madinaga birga hijrat qildi. Ammo Madinaga borgandan keyin, erkin dunyoga chiqqandan keyin bu sahoba iymondan yenib ketdi. Murtad bo'lib ketdi. Ondan keyin Makka qaytib kelib, mushriklarning qishiga kelib, "Mana men Muhammadning vahiyini yozdim. Menga kirdi unda vahiy" deb mushriklar bilan birlashib Rasulullohni shunda masxara qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtda bir qancha turlik odamningki asla kechuvini qabul qilmaslik, Ka'baning yupuqi islasim ularni o'ldirib o'tishga buyruq tushirgan. Islomga eng cho'ng ziyankesh qilgan nufuzli bir qancha kishilarningki. Shuning qatorida bu sahoba bor edi. Makka fath yo'lab kirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abdullah ibn Abi Sarhni tutib olsanglar, uni o'ldirib o'tinglar. Chunki bakjiq musulmonlarga aziyat berdi, bakjiq haqorat qildi dedi. Makkani ozod qilib bo'lgandan keyin bu Abdullah ibn Abi Sarh degan sahoba qochib ketdi. Bu Hazrat Osmon bilan tuqqandochilik qilib buniki. Hazrat Osmon uning qochib ketganligini bilib, qochqoydan uni tepib, qo'lini chim tutib, Rasulullohning qashqiga kelib, "Ey Rasululloh, bu tavba qilay" deydi. Uning tavbasini afu qilsa dedi. Birdan to'g'andan keyin Rasululloh qabul qildi dedi. Lekin o manzilga qarasak, xuddi qo'rqoq musulmon bo'lgandek shundaqo. Ammo bu musulmon bo'lib, shunda qahramonlik ko'rsatdiki, Misrning fath qilinishida nurg'ulg'an jihatlar qatnashib, oxiri shahid bo'lib ketdi. Qarab bakinglar, 5 ta vahiy yozgan holatiga qarasanlar, havas qilamiz. Rasulullohning vahiy yozuvchisi. Keyin murtad bo'lib ketgan odam qolsak, nafa'ilimiz. Keyin oxirgi hayoti-chu. Shunga asla va asla o'zimizning xotirjam bo'lmay, Allohning hidoyat tilishimiz kerak. Boshqalarga qarata Alloh hidoyat qilsin, iymon ishkini olsin degan bu xil qarashda bo'lishimiz kerak. Shuni his qilishimiz kerak. Pul, mol, dunyo bir in'om bo'lgandek, hidoyatmi bir in'om. Uchinchisi, Fattah degan insonlarga ilm ishkini ochquchi degan gap. Ilm tirish bilan qo'shilgan Allohning ishkini etish bilan erishilgan narsa. Faqat tirishgan
Xalagan bir adam alim bolanmaydı. Nurgun adam tirişidi o. Amma näde tirişkan ballarning ba'zida yaxshi bolanmaydi aşırıldı. Biz tirişmay turib Allah ilmini bildi ekan deb yetib olsa, yana bo'lmaydi. Chunki har bir odam Qur'on degandek tirishqin qilishidi. Amma tirishidi, sabab ne qiladi? Ilmni Alloh taolo beradi. Chunki Alloh taolo Fattah, ilmning ishkini xalagan bandalariga, shuning loyiq kishilarga ochquchi degan gap. Shunga ba'zi kishilarning olim bo'la olishida, ba'zi kishilarning olim bo'lmasligida Allohning Fattah ismi namoyon bo'ladi. Masalan, ba'zan shunda jiq narsalarni debbiray deb tayyorliqlarni chiqsam, u narsani demayman. İsim kelmaydi. Ba'zan narsalar sizlarga so'zlab turib men ilhom bo'ladi. Xumayman nadin kelgini. Bu Fattah bo'lgan Allohningki bir namoyon bo'lish. Ya'ni Alloh taolo qalbni ichib, nurg'un gaplarni sizlarga degizadi. 4-ma'nosi Fattahninki amal ishkini ochquchi. Alloh taolo esingizda bo'lsin, bizni yaratib qo'yib, o'zining jannatiga kirib olish uchun har bir odamga xoligan bir amalning ishkini ochadi. Qanday ochadi? Har bir odamga o'xshamagan bir shaklda iqtidor beradi. O'xshamagan shaklda bir kasb beradi. O'xshamagan shaklda bir qobiliyat beradi. Amat o qobiliyatni berganligini nima uchun bilamizlar? Ey bandam, mushu qobiliyatingni Alloh yo'lida ishlatib, musulmonlarning azizligi uchun ishlatib, zulmdan qutulish uchun ishlatib, jannatimga kirib ol degandan iborat. Xuddi men hozir sana pul bersam degan gap, xajla degan gap, kitob bersam o'qu degan gap. Shunga o'xshagan Alloh taolo Fattah sifati bilan har bir insonga ma'lum bir yaxshi, foydali bir ishni aytchiqlik. Biz shu ishni izlashimiz kerak. Hammanglar masalan, men bir yoshga hozir. Mening qaysi iqtidorim bor? Qaysi bir iqtidorim bilan dinimga xizmat qila olaman? Qaysi bir iqtidorim bilan millatimning beshidagi u zulmatni kütüre alama, qaysi bir iqtidorim bilan jannatga kira alama deb buni eng avval bilishimiz kerak. Agar biz uni bayqab bo'lgan bo'lsak, qadrlashimiz kerak va shuni musulmonlarning izzati jannatga kirishimiz uchun bir vosita qilishimiz kerak. Ammo bu yerda mana bu shunday Alloh taolo yaxshi, foydali bir ishni ochgan kishilarda bunda bir 3 xil xatolik yuz beradi. Birisi bo'lsa, masalan Alloh taolo sizga bir pul tepishning yo'lini ochdi deyli. Siz bilasiz, pul tepib, men mush orqali dinimni gullantirman, musulmonlarni izzatga erishtirman, xalqimning ozroq bo'lsa zulmdan qutulishiga hassamni qo'shima deb niyat qilasiz. Lekin boshqa ishlarning hammani inkor qilasiz. Pul topmasang hammasi bekor. Qo'y anda ishni, qo'y o'qishni, qo'y jihatni deb hammani inkor qilsangiz, bu yerda xatolashgan bo'lasiz. İkinci bir xatolik nima desa, Alloh ochgan ishni bilinmaslik. Ya'ni o'zining qilg'ashini kichik ko'rish yoki Alloh bergan iqtidorni, Alloh bergan qobiliyatni kichik ko'rish. Bizde bir gap bor, qo'shni qo'shkuni deydigan. Bizimizda bo'lishi kerak. Bir odamga Alloh taolo bir iqtidor bergan bo'lsa, u Allohning cho'ng bir in'omi, hargiz uni kichik ko'rmaslik kerak. Hargiz da qarab baqib, men boshqa ish qilsam bo'ladi deb iqtidori yo'q bir ishga tamshalsa, vaqtimiz yana tatidi. Nurg'ulg'an musulmon qarindoshlarimiz, yoshlarimiz mush jihatda o'zini his qilmoqlik. Masalan, ba'zi bir savdoga tijoratchi qarindoshlarimiz bor. Yaxshi fikrlik, yaxshi aqidalik. Asli ular pulni yaxshi tepib, shu pulisini xalqimizning izzati uchun xajlab, shu orqali jannatga kirish kerak. Lekin ular bunday qarab, hech qilib bir yerga berib qolgan bo'lsa-mu, yo'q, men shu o'qishning pazillik yaxshi ekan, men o'qay deb mahli yo'lga kirib oladi. Ba'zi o'qiyotgan kishilarchi, hozir pul bek muhim ekan, men pul tepib, pul orqali xizmat qilay deb kirib oladi. Islomda hech bir uyga ibodat yo'q. Hammasining o'ziga tushlik o'rni bor. Hammamiz o'zimiz qildigan bir ishni qilishimiz kerak. Qarindishimiz doktor masalan. Doktorlik kasbi orqali islomga xizmat qilishni niyat qilsa, u bir ibodatga aylanadi. Islomda jamiyatda har bir ishningki qimmati va uni bir islomga xizmat qildirg'iladi. Masalan, vatanimizda nurg'ulg'an oliy maktabda o'qiyotgan, yaxshi tushunchali qarindoshlar iymon hidoyatga kirgan. Bu qarindoshlarimiz dal mana shu nuqtada ba'zilar xato ketgan. Masalan, o'qiyotgan bir yaxshi kasb bor deylik, doktorlik kasbi bor deylik, hidoyat topdi. Qanday qiladi? Yo'q, anam diniy o'qish qo'ydi deganda, o'zini o'qiyotgan kasbini o'qiydi. U yoshga berib qo'yganda diniy o'qishda ya u chek yetib o'qolmaydi. Shunda qilib ikkili ishda ziyon tortadi, xizmat qilolmaydi. Asli u shu o'qiyotgan kasbini rolni shundalam qarisa, men mushu o'qiyotgan kasbimni meli psixologiya bo'lsin, meli doktorlik bo'lsin, meli injenerlik bo'lsin, mushu millatining izzati uchun qanday xizmat qildirman, qanday shu yerga nishonlayman deb rolni shundalam qaragan bo'lsa, u texmi go'zal ish bo'ladi. Mushu nuqtada har birimiz mening o'rnim nada? Mushuning qarab, ham men qaysi jihatda nima ish qila olayman? Shuni bayqab, shuni xizmat qildirish lozim. Bunda insonga nurg'ulg'an narsalar ta'sir qiladi. Masalan, o'zimiz bir o'quvchi deylik hozir. Yaxshi bir o'qiyotgan o'quvchi. Ammo jamiyatda hozir davomli pul topmasolmaydi deydigan. Manda bir eqim chiqdi deylik. Bu bola, "Yo'q, men pul tep din xizmat qilay" desa, xatolashgan bo'ladi. Bir tijoratchi va pul tepayotgan. Boy degandek, u pulini tashlab o'qimaydi, u xatolashgan bo'ladi. Shunga har vaqtimiz o'zimiz xuddi Uhud urushidagi musulmonlarga o'xshash o'zimizning o'rnini saqlab, shu nishonni oxirgi nuqta bo'lgan musulmonlarning izzatiga qaytirish lozim. Masalan, Uhud urushida Rasululloh sahobalarni har xil o'rinlashtirdi. Bu cho'ng bir dars Uhud urushi. Masalan, bir sahobalarni o'qiya chiqib tag'ning ustiga qo'yib qo'ydi shunday. Tag'ning ustiga qo'yib qo'ygandan keyin urush g'albiga yuzlanib, mushriklar
qurol yaroqlarini ipga narsani tashlab mangandan keyin sahobalar hammasi g'animatga qila boshladi. Demak, qiziq nuqta nega markazlashdi? G'animatga markazlashdi. Bu vaqtda bu sahobalar bizni g'animatga qaylaydi degan niyat bilan tog'dan tushib ketdi. Xatolashdimi? Xatolashdi. Rasululloh buni bildi dedi. Shunga ma'lum, ya'ni kishilar markazlashib olgan bo'lsa-mu, o'zimiz nima ish qila olsak, shuningda mustahkam turishimiz kerak. Yana bir bayda deb o'tgandek, o'zimizning qilgan ishni eng muhim ish. Masalan, men bir da'vatchi bo'lsam, da'vatdan boshqa hammasi bir qadar inkor qilsam, o'qiyotgan odam o'qishning hammasi bir qadar inkor qilsa, jihad qilayotgan odam jihadning boshqasining hammasi bir qadar inkor qilsa, bu texmi cho'ng bir xatolik bo'ladi. Jihad bilan ilm, shariat, olimlik hargiz zitlashmaydi. Buni zitlashtirish, buni ikki qutbga ayirish jaholatdan boshqa narsa emas. Ilm bilan, din bilan iqtisod hargiz zitlashmaydi. Buni zitlashtirish bu o'xshashli jaholat. Hammasining islomda yeri bor. Maqsad kelsak, Alloh taolo fattah sifati bilan har bir odamga bir eshikni ochadi. Shu eshik orqali jannatga kiraverishimiz kerak. Bunda bir voqelik bor. Imom Malik bilamiz Madinada 4 mazhabning bir pishvasi shundaqmi? Ya'ni shundaqlar Madinada nihoyat obid o'tgan bir olim bor. Katta obid. Bu odam Imom Malikning qilgan ishlariga qarab, Imom Malik nurg'un xizmat qildi. Lekin bu bek mashhur bo'lib ketdi. Bu mashhurlash orqali qilgan savobini yo'qotib qo'yishi mumkin deb to'g'ri ko'ngil bilan İmam Malik xat yazdı. Ey İmam Malik, siz nurg'unlagan natijalarni, nurg'unlagan xizmat qildingiz, lekin siz endi maishangizni tashlab, uyingizga chekinib, bir ibodat qilib, ruhiy tarafingizni kuchlantirib, faqat mush ibodat bilan bo'lib, obid bo'ling deb bu tavsiyani qildi. İmam Malik nima deb javob qaytardi? Innalloha qassamal a'mal kama qassamal azraq dedi İmam Malik. Allah rizqni qanday taqsim qilgan bo'lsa, amallarni shunday taqsim qildi deydi. Bir odamni doktor qildi, bir odamni tijoratchi qildi, bir odamni olim qildi, bir odamni mujohid qildi. Farubba rajulun futiha lahu fi salat. Ba'zi bir odamlar namoz go'y, tahajjud o'qiydigan, mushunda qilishi mumkin. Va lam yuftah lahu fi som. Lekin u nafruzini ko'p tutmaslik mumkin. Ba'zi odamlar xaysi xavarni nihoyat ko'p qilishi mumkin, lekin u ruzni ko'p tutmaslik mumkin. Va akharun futiha lahu fil jihad. Ba'zi odamlarga jihad ishga echilgan bo'lishi mumkin. ولم يفتح له في الصلاة ونشر العلم لكن o tahajjud onda namazdan ko'p o'qiyanmasligi mumkin, ilm o'rganmasligi mumkin va ta'limihi va ilm o'rganmasligi mumkin. Va qad raditu bima futiha li fihi min zalik. Men Alloh men ochgan ishga rozi bo'ldim deb javob qaytargan. Demak, mahil shaklda tushunishimiz kerak. Asla birisi-birisini pocha, zid manda tushunib olmasligimiz kerak. Ya'ni men Alloh taolo nima ishini ochdi yoki ochdiganda qildi, men qaysi ishim orqali jannatga kirib olaman deganni hammamiz o'ylashimiz, bilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo fattah sifati bilan cho'qim har bir odamga jannat kirib oladigan bir ishni ochadi. Fattahning oxirgi bir ma'nosi bo'lsa, fattah kofirlarga ularni sinash yuzidan, texmi qattiq tutish yuzidan ishni ochquchi degan gap. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo agar bir odamni yaxshi ko'rsa, u odam bir musibatga yoki gunohga tushsa, unga bir musibat beradi. Darhol u odam Allohning signali gap tomoniga deb tavba qilib oladi. O'ziga kelib oladi. Agar Alloh taolo bir odamning rahmatini ko'tarib etsa, gunohga tushgan siri, jazoni qilgan siri sodisini aqtirib o'tadi. Harom aralashgan siri sodisini aqtirib o'tadi. Bu baxatarlik. Shunga buning qatorimiz diqqat bilan bo'lishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda "Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay." Biz ularga eslatgan narsani ular unutib edi. Ya'ni ma'ni qilmang, ma ish harom degan ishni unutib, haromni qilib berdi. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Ular hamma ishni echvatdik biz. Ham dunyoga to'ymasang, ya degan o'xshab ishni echvatdik. Hatta idza farihu bima utu. Ular endi voy mal dunyo topdim. Harom deb buchoq o'zimni qiynab tikanman, u deb jazoni deb o'zimni qiynab tikanman. Endi uyam bo'ldi jazoni o'simi deb o'shunda xushal bo'lgan vaqtda akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ular tuyuqsiz tutamiz deydi. Ya o'lim bilan tutadi, ya musibat bilan tutadi. Inson o'limdan qochib qutulmaydi-ku, chuqur tutulamiz. Bu Allohning bizga echib berishi, istidrajmi, ya'ni bizni quyetishimi? Bu har vaqt bundan o'zimizni hisob elishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizga g'albini to'g'ri tushungili va Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karim degandek va Fattah sifat degandek bizga bir g'alba ato qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bizga hidoyat ishkini davom olsin. Hargiz Alloh subhanahu va taolo hidoyat ishkini bizga taqab qo'ymasin. Va Alloh subhanahu va taolo bizga ilm ishkini olsin va bizga Alloh subhanahu va taolo amal ishkini olsin va Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining rahmat ishkini olsin. Allohningki Valillahil asmaul husna. Mushundaq go'zal ismlari bor. Mushu go'zal ismlar bilan Allohdan biz orzu qilgan ishlarimizni tilashimiz kerak. Ilm tilamoqchi bo'lsak, yaxshi bir amal tilamoqchi bo'lsak, ya Fattah deganga o'xshagan, ya'ni Allohning ismini ishiltib turib, buni Alloh subhanahu va taoladan tilashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining Fattah ismini tushungan, bilgan, uni hayotida tatbiqlashga tirishgan va Alloh ochgan eshikni mahkam bilgan, uni kichik ko'rmagan, shundaqla cho'nkirab boshqalarni inkor qilgan bunday kishilarning qatoridan qilsin.
olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.